Assalomu alaykum, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Ibrohimjon. Ko'rishinglar mumkin, mana bu ishimizni biz Andijon viloyati Shahrixonda boshlagan edik. Hozirda bizning ishimiz 95% ishimiz bitdi. Hozirda siz ko'cha shapkamizni ko'rib turmoqdasiz. Ko'cha shapkamiz eniga 70 cm, buyog'iga 11 metr. Mana bu joyimizni ham biz tunuka fondan shuncha qilib o'rab qo'yib ketganmiz. Hozir mana bu joyimizga biz gulimizdan o'rnatib beramiz. Endi ichkari darvozaxonamizni ko'ramiz. Ichkari darvozaxonamizni ham mokri oq aralashgan holatda qilib berganmiz. 2025-yilda chiqqan yangi rombiyimizdan o'rnatib berganmiz, tilla rombiyimizdan. Mana bu reginni o'rab ketyapmiz. Endi ichkari shapkamizni ko'ramiz. Ichkari shapkamiz buri 15 cm chiqqan bu yog'iga. Tunukamizning qalinligi keladigan bo'lsa, tunukamizning qalinligi 0.35 tunukamizdan foydalanganmiz. Narxlariga keladigan bo'lsa, narxlarini vodiy bo'ylab 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha hamma yo'q ichida qilib bermoqdamiz. Agar kimga shunaqa sifatli tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, tanlovda adashmanglar.